Salam barliqlaringizga 2024-25 o'quv yili Avl Olimpiadasi 11-sinf 1-kezining 2-esebi. Alixan taxtaga 10 natural sandarni yazdı. O sandarning har bir jubi uchun Darya ularning qo'shindisini hisobladi. Qo'shiq natijasida taq sandarning eng ko'p soni qancha bo'lishi mumkin? Endi jub sanni qo'shsak, ol taq chiqmaydi, jub chiqadi ekan. Taqqa taqni qo'shsaqda olda jub chiqadi ekan. Endi qo'shinda taq bo'lishi uchun taq sanga jub sanni nemesi jub sanga taq sanni qo'shib qasheti ekan. Endi mana 10 sanning ichidan neshevi taq, neshevi jub bo'ladi. Solarning bir-birini ko'paytib jibirsak, misalga bir jub san bo'lsa, 9 taq san bo'lsa, sonda mana jub sanga 9 kez kelgan taq sanni qo'shsak, 9 turli qo'shinda chiqadi ekan. 2 jub san bo'lsa, mana shu yerda 8 bo'ladi. 9 mana shu yerda 16 bo'ladi ekan. Jub sanlar 3 bunalar 7 bo'lsa 21 bo'ladi ekan. Jub sanlar 4 buna 6 bo'lsa 24 bo'ladi ekan. Jub san 5 taq sanda 5 bo'lsa 25 bo'ladi ekan. Endi 6 buna 4 bo'lsa 24. Qaytadan ne bo'ldi? Qaytadan azayib borajadir. 7 min 3 21 bo'ladi, so'sin 16 bo'ladi, so'sin qaytadan 9 bo'ladi ekan. Eng ulkan ma'ni qancha bo'libdir? 25 bo'libdir deb ular belgilay salsak bo'ladi. Nemesi jub standart x deb olamiz, taq standartda 10 minus x deb olamiz. Ikkovining ko'paytirgisi qajit bizga o'sining eng ulkan ma'nini topishimiz kerak. Eng ulkan ma'nini topish uchun birinchi yaxshini ochib jiberarik. 10x minus x kvadrat bo'ldi. To'ndisini olamiz. Sonda 10 azaytu 2x bo'ldi. 10 0 ga tengishtirib beramiz. 10 minus 2x teng bo'ladi 0 ga. Sonda x teng 5 degan javob chiqadi ekan. Mana shu yerdan 5 bo'lsin. Misalga mana shu yerga 4 qo'ysam plus bo'ladi ekan. 6 ni qo'ysam misalga minus bo'ladi ekan. Ya, sonda mana o'sib borib, so'sin kemib jatir. Sonda 5 degan ol maksimal eng ulkan ma'ni bo'ladi ekan. X ning funksiyaning eng ulkan ma'nini qabullaydi maksimum nuqtasi bo'ladi ekan, ya. Sonda x max teng bo'ldi 5 ga. Demesi mana parabola, ya. 10x degan 10x minus x kvadrat degan parabola bo'ladi. Parabolani qo'llanuga da bo'ladi. Tarmoqlar төмен qaragan eng ulkan nuqtasini, maksimalda nuqtasini topuga bo'ladi. Formulasi m teng minus b bo'lingan 2a. Sonda minus 10 bo'lingan 2 ko'paytu minus 1 bo'ladi. Buna yerden de 5 degan javob chiqadi ekan. X ning o'rnida 5 tursa, sonda 10 minus x de 5 bo'ladi. 5 ga ko'paytsak 25 bo'ladi ekan. Sonda mana esep chiqdi. Savolingizlar.